Ben Nagimaman. Necha yoshdasiz? Hozir 59 yoshdaman. Men o'qituvchi bo'lib ishlaganman va o'sha endi kasb kasalligi deydi-ku. Zreniya pasayib ketgan, pamiyatim pand bergan hamda xronическая усталость. Charchoqlar juda ham charchatgan meni. Va mana shu karotino yog'idan men charchoqdan bir hafta darajada to'yganman. Ertalab bir mahal ichganman faqat. Ishdan kelgandan keyin уже men ujin qila olmasdim. Birpas 20 minut хотя бы yotib olishim kerak edi. Shunchalik charchoq meni charchatgandi-da. Va Xudoga shukr, mana shu karotino yog'idan men kuchga to'lganman. A vitamini bor. Shu A vitaminiga to'yganimdan men zreniyam yaxshi bo'lgan. Pamiyatim joyiga kelgan. Xotiram pasayishni boshladi-da. Unaqacha pasayib ketmagan. Lekin bu qo'rqinchli narsa-da o'qituvchi uchun. Va men zo'r izlab to'yganman. Уже 3 oyda polniy meni zreniyam tiklanganda. Hozir ham ochki siraman, Xudoga shukr. Shu? Zaki solishing? Ha. Bu anaqa kompyuterskiy. Kompyuterni.